다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 붕대를 감고 있습니다. 2번. 주사를 맞고 있습니다. 3번. 어깨를 두드리고 있습니다. 4번. 다리를 주무르고 있습니다. 정답은 4번입니다. Eps topik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Bint orayapti. Ikkinchi. Ukol olayapti. Uchinchi. Yelkasini qoqayapti. To'rtinchi. Oyogini uqalayapti. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 주스. 2번. 빵. 3번. 병. 4번. 우유. 정답은 3번입니다. Eps topik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Sharbat. Ikkinchi. Non. Uchinchi. Shisha. To'rtinchi. Sut. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 안쪽, 앞쪽, 아래쪽, 오른쪽. 1번. 운동. 2번. 방향. 3번. 여행. 4번. 날씨. 정답은 2번입니다. Eps topik uchinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsani tanlang. Ichkari tomoni. Oldi tomoni. Past tomoni. O'ng tomoni. Birinchi. Sport. Ikkinchi. Yo'nalish. Uchinchi. Sayohat. To'rtinchi. Ob-havo. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 모자라다. 1번. 옮기다. 2번. 남다. 3번. 담다. 4번. 자르다. 정답은 2번입니다. Eps topik to'rtinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zning teskarisi nima? Yetishmaslik. Birinchi. Qochirmoq. Ikkinchi. Ortib qolmoq. Uchinchi. Solmoq. To'rtinchi. Kesmoq. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 문화센터에서 미용 기술을 배우고 싶어서 전화를 해봤습니다. 이미 접수 기간이 이번에는 신청할 수 없다고 합니다. 1번. 걸려서. 2번. 나와서. 3번. 되어서. 4번. 끝나서. 정답은 4번입니다. Eps topik 5-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos javobni tanlang. Madaniyat markazida sartaroshlik o'rganishni xohlaganim uchun qo'ng'iroq qilib ko'rdim. Allaqachon ro'yxatdan o'tish muddati. Bu safar ariza berish iloji yo'q deyishdi. Birinchi. Chalingani uchun. Ikkinchi. Chiqqani uchun. Uchinchi. Bo'lgani uchun. To'rtinchi. Tugagani uchun. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.
한국에서 를 하고 싶으면 먼저 한국어 능력 시험을 봐야 합니다. 시험 결과가 좋으면 한국에서 일할 수 있습니다. 1번 이사 2번 취업 3번 휴직 4번 증명 정답은 2번입니다. Epps topik 6-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos javobni tanlang. Koreyada. Ni xohlasangiz, avval koreys tili imtihonini topshirishingiz kerak. Imtihon natijasi yaxshi bo'lsa, Koreyada ishlashingiz mumkin. Birinchi. Qochish. Ikkinchi. Ishga joylashish. Uchinchi. Ta'til olish. To'rtinchi. Tasdiqlash. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 오늘 오후에 수루 씨가 무거운 상자를 혼자 옮기고 있었습니다. 수루 씨가 힘들어 보여서 제가 가서 도와주었습니다. 1번 얼른 2번 잘못 3번 아직 4번 새로 정답은 1번입니다. Epps topik 7-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos javobni tanlang. Bugun tushdan keyin Suru xonim ogir qutini yolg'iz ko'tarayotgan edi. Suru xonim qiynalayotgandek ko'ringani uchun men borib yordam berdim. Birinchi. Tezda. Ikkinchi. Noto'g'ri. Uchinchi. Hali. To'rtinchi. Yangi. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고용허가제로 한국에 가서 일하고 싶습니다. 그래서 취업 상담센터에 가서 어떤 일을 할 수 있는지, 몇 년 정도 일할 수 있는지 보려고 합니다. 1번 신고해 2번 대답해 3번 문의해 4번 취업해 정답은 3번입니다. Epps topik 8-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos javobni tanlang. Bandlik ruxsatnomasi orqali Koreyaga borib ishlashni xohlayman. Shuning uchun ish bilan ta'minlash maslahat markaziga borib qanday ish qilishim mumkinligini, necha yil ishlashim mumkinligini ko'rmoqchiman. Birinchi. Xabar berib. Ikkinchi. Javob berib. Uchinchi. So'rab. To'rtinchi. Ishga kirib. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 쉬는 날은 언제입니까? 1번 일요일입니다. 2번 교정 전문입니다. 3번 사랑치과입니다. 4번 경북입니다. 정답은 1번입니다. Epps topik 9-chi savol. Keyingi savolga javob bering. Dam olish kuni qachon? Birinchi. Yakshanba. Ikkinchi. Tish to'g'rilash mutaxassisligi. Uchinchi. Sarang stomatologiyasi. To'rtinchi. Kyongbuk. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 1번 여기서 자전거를 살 수 있습니다. 2번 여기서 자전거를 고칠 수 있습니다. 3번 여기서 자전거를 맡길 수 있습니다. 4번 여기서 자전거를 탈 수 있습니다. 정답은 4번입니다. Epps topik 10-chi savol. Keyingi savolga javob bering.
Bu belgi qanday ma'no? Birinchi. Bu yerda velosiped sotib olish mumkin. Ikkinchi. Bu yerda velosipedni ta'mirlash mumkin. Uchinchi. Bu yerda velosipedni topshirish mumkin. To'rtinchi. Bu yerda velosiped minish mumkin. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 외국인 근로자가 직장 생활에서 힘들어하는 점에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 업무가 많아서 힘들다고 하는 근로자가 가장 많습니다. 2번. 직장 분위기 때문에 힘들다는 근로자가 반이 넘습니다. 3번. 경제적인 문제가 힘들다는 근로자가 두 번째로 많습니다. 4번. 상사나 동료와의 문제가 힘들다는 근로자가 가장 적습니다. 정답은 3번입니다. Eps topic on birinchi savol. Chet ellik ishchilar ish joy hayotida qiynaladigan jihati haqida tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Ish ko'pligi sababli qiynalayotganlar eng ko'p. Ikkinchi. Ish joyidagi muhit sababli qiynalayotganlar yarmidan ko'p. Uchinchi. Iqtisodiy muammo sababli qiynalayotganlar ikkinchi o'rinda. To'rtinchi. Rahbar yoki hamkasblar bilan muammo eng kami. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 약 봉투에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 이 약은 박지훈 씨가 먹습니다. 2번. 이 약은 점심에 먹습니다. 3번. 이 약은 하루에 3번 먹습니다. 4번. 이 약은 식사 후에 먹습니다. 정답은 4번입니다. Eps topic on ikkinchi savol. Keyingi dori paketi haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Bu dorini Pak Ji-hun ichadi. Ikkinchi. Bu dori tushlikda ichiladi. Uchinchi. Bu dori kuniga 3 marta ichiladi. To'rtinchi. Bu dori ovqatdan keyin ichiladi. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한복은 한국의 전통 옷입니다. 그렇지만 요즘에는 명절이나 결혼식과 같은 특별한 날에만 한복을 1번. 주러 갑니다. 2번. 입으러 갑니다. 3번. 입는 편입니다. 4번. 주는 편입니다. 정답은 3번입니다. Eps topic on uchinchi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Hanbok Koreyaning an'anaviy kiyimidir. Biroq hozirgi kunda bayram yoki to'y kabi maxsus kunlardagina hanbokni. Birinchi. Berishga boradi. Ikkinchi. Kiyishga boradi. Uchinchi. Kiyishadi. To'rtinchi. Berishadi. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 기계를 잘 쓰는 것도 중요하지만 관리를 잘해야 합니다. 그러면 기계를 오랫동안 안전하게 1번. 바꾸려고 합니다. 2번. 바꿀 수 있습니다. 3번. 사용하려고 합니다. 4번. 사용할 수 있습니다. 정답은 4번입니다. Eps topic on to'rtinchi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Stanokni yaxshi ishlatish ham muhim bo'lsa ham biroq yaxshi parvarish qilish kerak. Shunday qilsa stanokni uzoq vaqt xavfsiz qilib. Birinchi. Almashtirmoqchimiz. Ikkinchi. Almashtirish iloji bor. Uchinchi. Ishlatmoqchimiz. To'rtinchi. Ishlatish iloji bor. To'g'ri javob to'rtinchi variant.
다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 서울은 한국의 수도로 인구 1,000만 명 이상이 살고 있는 큰 도시입니다. 서울에서는 한국의 발전된 현대의 모습을 한눈에 볼 수 있습니다. 하지만 조선시대부터 수도였기 때문에 전통적인 모습을 볼 수 있는 곳도 많습니다. 1번. 서울의 의미. 2번. 서울의 위치. 3번. 서울의 특성. 4번. 서울의 명소. 정답은 3번입니다. Epps topic on 5-savol. Keyingi yozuvni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Seul Koreyaning poytaxti bo'lib, aholisi 10 milliondan ortiq yashaydigan katta shahardir. Seulda Koreyaning rivojlangan zamonaviy ko'rinishini bir qarashda ko'rish mumkin. Biroq u Joson davridan beri poytaxt bo'lgani sababli an'anaviy ko'rinishlarni ko'rish mumkin joylar ham ko'p. 1. Seulning ma'nosi. 2. Seulning joylashuvi. 3. Seulning xususiyatlari. 4. Seulning diqqatga sazovor joylari. To'g'ri javob 3-variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 한국 사람의 집에 들어갈 때는 신발을 벗고 들어가야 합니다. 또 집에 들어가면 먼저 집안 어른께 인사를 드려야 합니다. 1번. 식사 예절. 2번. 방문 예절. 3번. 언어 예절. 4번. 직장 예절. 정답은 2번입니다. Epps topic on 6-savol. Keyingi yozuvni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Koreys odamining uyga kirganda oyoq kiyimni yechib kirish kerak. Shuningdek, uyga kirsangiz avval uy ichi kattalariga salom berish kerak. 1. Ovqatlanish odobi. 2. Tashrif odobi. 3. Til odobi. 4. Ish joyi odobi. To'g'ri javob 2-variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 경주와 제주도는 한국의 유명한 관광지입니다. 그래서 한국 사람들과 외국 사람들이 여행하러 많이 옵니다. 경주는 신라시대의 유적지가 많아서 구경할 것이 많습니다. 제주도는 다른 곳에서 볼 수 없는 독특한 자연환경과 문화가 있어서 특별한 여행을 할 수 있습니다. 1번. 제주도에 가면 특별한 자연환경을 볼 수 있습니다. 2번. 경주에 온 외국인은 대부분 일을 하러 왔습니다. 3번. 경주에는 자연환경을 보러 오는 관광객이 많습니다. 4번. 제주도는 자연환경보다 유적지로 유명합니다. 정답은 1번입니다. Epps topic on 7-savol. Keyingi yozuvni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Kyomju va Cheju oroli Koreyaning mashhur sayyohlik joylaridir. Shuning uchun koreyslar va chet elliklar sayohat qilishga ko'p boradilar. Kyomjuda Shilla davrining tarixiy yodgorliklar ko'pligi uchun tomosha qiladigan narsasi ko'p. Cheju orolida esa boshqa joylarda ko'rib bo'lmaydigan o'ziga xos tabiat, atrof muhiti va madaniyat borligi uchun maxsus sayohat qilish mumkin. 1. Chejuga borsangiz, o'ziga xos tabiiy muhitni ko'rishingiz mumkin. 2. Kyonjuga kelgan chet elliklarning ko'pchiligi ishlashga kelgan. 3. Kyonjuga tabiatni ko'rishga keladigan sayyohlar ko'p. 4. Cheju tabiatidan ko'ra tarixiy yodgorliklari bilan mashhur. To'g'ri javob 1-variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국 회사는 보통 9시에 업무를 시작합니다. 그렇지만 직원들은 출근 시간 10분 전까지 회사에 도착하는 것이 좋습니다. 일을 시작하기 전에 일할 준비를 미리 해놓을 수 있기 때문입니다. 퇴근 시간은 보통 오후 6시입니다.
하지만 밤에도 일하는 회사가 있기 때문에 출퇴근 시간은 사람마다 다를 수 있습니다. 1번. 조금 일찍 출근해서 업무 준비를 하면 좋습니다. 2번. 야간에 일하는 사람은 오후 6시에 퇴근합니다. 3번. 회사원들은 출퇴근 시간이 서로 같습니다. 4번. 출근 시간은 정해져 있지 않습니다. 정답은 1번입니다. Eps topic 18-savol. Keyingi yozuvni o'qib, mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreya kompaniyalarida ish odatda soat 9 da boshlanadi. Ammo xodimlar ish boshlanish vaqtidan 10 daqiqa oldin kompaniyaga yetib kelgani yaxshi. Ishni boshlashdan oldin ish tayyorgarligini oldindan qilib qo'yish mumkinligi sababli. Ishdan qaytish vaqti odatda soat 18. Biroq kechasi ham ishlaydigan kompaniyalar borligi sababli ishga kelish va ketish vaqti odamga qarab farq qilishi mumkin. Birinchi. Biroz erta kelib ish tayyorgarligini ko'rish yaxshi. Ikkinchi. Kechasi ishlaydigan odam soat 18 da ishni tugatadi. Uchinchi. Xodimlarning ishga kelish va ketish vaqti bir xil. To'rtinchi. Ishga kelish vaqti belgilanmagan. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 두 개의 바퀴 축 사이에 넓은 회전날이 달려 있어 땅바닥을 평평하게 할 때 사용하는 작업 기계입니다. 1번. 크레인. 2번. 지게차. 3번. 덤프트럭. 4번. 그레이더. 정답은 4번입니다. Eps topic 19-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Ikki gildirak oqi orasida keng aylanuvchi pichoq o'rnatilgan bo'lib, yer yuzasini tekislashda ishlatiladigan ish mashinasi. Birinchi. Kran. Ikkinchi. Yuk ko'taruvchi mashina. Uchinchi. Samosval. To'rtinchi. Greyder. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 매달 월급에서 미리 공제된 세금과 실제로 낸 세금과의 차액을 다음 해에 환급해주거나 추가 납부하도록 하는 제도입니다. 1번. 급여 내역. 2번. 공제 총액. 3번. 국민연금. 4번. 연말정산. 정답은 4번입니다. Eps topic 20-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Har oy maoshdan oldindan ushlab qolingan soliq bilan aslida to'langan soliq o'rtasidagi farqni keyingi yilda qaytarib berish yoki qo'shimcha to'lash tizimi. Birinchi. Maosh ma'lumotlari. Ikkinchi. Umumiy ajratma summasi. Uchinchi. Milliy pensiya. To'rtinchi. Yil yakuni hisobi. To'g'ri javob to'rtinchi variant.